bu olamda har inson o'z rizqini yeydilar. Folga ishonma, ammo folsiz yurma deydilar. Bir folbunni yoniga kelibdi bir jonona, ichidagi dardlarni aytdi pinhona. Aytib bering qismatim. Meni nelar kutyapti? Nega erga tegmasdan yoshim o'tib ketyapti? Turmushga chiqsam deyman, sochimga tushmak rov. Yoki baxt yo'llarimni boylab qo'yganmi birov? Folbin ayol qo'lga olib uni qo'llarin, sirli duolar o'qib, ochib baxt yo'llarin. Bo'ldi, endi ketaver. Sen ham turmush qurasan. Va'da beraman, senga 5 ta farzand ko'rasan. Bu gaplardan jonona xursand bo'lib ketdi. Suyunganicha Folbinga 10 ming hadya etdi. Shunday qilib oradan yillar o'tib galmagal, yana Folbin oldiga qaytib kirdi go'zal. Bir paytlar siz menga zo'r va'da bergandingiz. Erga tegib 5 farzand tug'asan degandingiz. Ha, shunday degan edim. Seni qilib xotirjam. Nima bo'ldi, aylanay tug'madingmi hali ham? Yo, 5 ta farzand tug'dim. 5 bolaga egaman. Ammo ayting, opajon qachon erga tegaman?